Qadrli tumandoshlar, ayni damda biz Peshku tumani markazidagi hokimiyat binosini yon tomonidagi mana shu Oybek turar joy maskanida biza Nosir mana shu Oybek turar joy maskanidagi kvartiralar hozir nima deydi, podключ variantdagisi bor va korobka holatdagisi bor. Narx-navosi qanaqa bo'lyapti? Podключ variantlari 7 million 500 bo'lyapti. Korobka holatga 6 million 500 bo'lyapti. Podключ varianti demak to'liq remont qilingan, shunda kirladi, yashiladi. Gilam parda qiladi, yashaydi. Tasavvur qil, shunaqa odamlar bor oramizda, nima deydi, boshlang'ich to'lovga berishga umuman puli yo'q. Shu holatda ham uy xarid qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. O'z nomiga beboshlang'ich ham qilib bo'ladi. Dokumentalni bo'ladi. Agar 1000-2000 dollar puli bo'lsa ham qilib bo'ladi. Demak, tasavvur qilib 1000-2000 dollar puli bor, boshlang'ich to'lovga berishiga shu usul bilan uy olsa, oyiga qanchadan kredit chiqishi mumkin? Kichik kvadratliklarga 3,5 milliondan 4,5 millionga chiqadi, katta kvadratliklarga 4,5 dan 5,5 ga chiqadi. Qadrdon kuzatuvchilar, ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, shu videoni kimga jo'natishni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Ana endi sizlar bilan ichkarini bitta obzor qilamiz. Ketdik. Nosir podezi ham balangina keng ekan, ba'zi domlarni podez qismi qanaqadir tor bo'ladi. Keyin remonti qanaqa qilingan? Bu nima deydi? Travertin deydimi? Ha, travertin zo'rida qilingan. Haqiqatan ham lekin Ayoqdagida ham kafillar qilib zo'r qilib qo'yilganda. Dom o'zi g'ishtdanmi, nimadan qurilgan? G'ishtdan. Gap yo'q lekin. Eshiklar ham mustahkam. Bu demak 2 xonalikmi? 2 xonalik, 15 kvadratlik. Kirgandan sanuzel joylashgan bir garderob qilinadi. Bir zalchasi to'g'riga kuxnisi. Demak bu kuxna bo'ladi, ha? Kuxna kattagina. Xo'sh, ana bu suvlari, to'klari hammasi qilingan. Qilingan hammasi. Haqiqatan balangina ekan, ha? Derazalar akaplas. Pishig'idan. Keyingi xona mehmonxonasini bitta ko'rsatib. Mehmonxonasi mana. Mehmonxonasiga ham balkoni bor. Nechta balkon bor o'zida? Bu uyimizga 2 ta balkon bor. Qattiq mehmonxona ham ajoyib. Chiqqanmi? Mana eng yoqayotgan joyi shamolchaga. Mana shu shabada-ku. Shamolcha ham chiqib chuqur nafas olasizda, shuni o'zi katta nima deydi-ku? Motivatsiya beradi deydi. Endi o'tamiz keyingi xonaga. Keyingi xona bizaga spalni bo'ladimi endi? Ha, spalni. Spalnisiga ham balkoni bormi endi? Bor, spalniga ham balkon bor. Родительский комната deydi-ku. Mazza qilasiz o'zi. Mana. Mana bu yoqqa spalni qo'yib, bu yoqqa televizorni qo'yib, futbolni ko'rib, mazza qilib. Bera chiqib kofe chay ichib o'tirasizda. Er-xotin birga. Boshqacha bizga. Va, deysizda. Hayratlar olay, ha. Gap bo'lagan. Bitta uyga 2 ta balkon. Hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Qadrli obunachilar, kvartira shaxsan menga yo'qdi, haqiqatan ham pishiq qilib qurilgan. Shu videoni kimga jo'natishni yaxshi bilasizlar. Peshku tumanidagi boshqa lokatsiyalarda joylashgan yer maydonlari, domlar, kvartira, hovli, kottejlarni bazasi bizada bor. Peshku City domlarining pastidagi Peshkuda bugun kanalni ofisga kelsalaringiz, hamma shart-sharoit qilingan. O'tirib, monitordan kvartirani tanlaysizlar, yoqqanini vibr qilib, egalarini oldiga birgalikda borib, chiroyli savdolarni qilib, barakani bo'lsangiz deydimi? Egalari bilan chotki, halol kelishilgan aholiga olib beramiz. Yashiradigan hech narsa yo'q, hammasi halol, ochiq, shaffof bo'ladi. Instagram, YouTube'dagi Buxorolik bola profiliga o'tib obuna bo'lasizlar. Bundan ham yaxshi joylarning reklamalari YouTube'dan chiqib turadi.